Ochilmagan sir loyihasida men hayotimda hali ochilmagan sirlarimni yarmini aytib beraman, hammasini aytmayman. Hammasini aytsam qizig'im qolmaydi keyin. Tayyormisizlar eshitishga? Ketdik. Men bolaligimda har kuni mehnatida nolirdik o'sha paytlarda. Bugun ham kam sut berdi. Yemish yemagandan keyin kam sut beradi. U top kelish kerak. U top keladigan uxlab yotibdi. Huvaydo. Huvaydo. Ey qiz. Tur. Voy tura qolsang-chi, opalaring dalaga ketib bo'ldi. U top kelish kerak. Tur, eshagingning ovozi dunyoni buzyapti. Tura qol. U top kelish kerak, Huvaydo. Tura qol, peshim bo'lib ketadi, ha demay. Uf, yanami? Ertalabdan tur, paxta dalasiga bor, o'tlarni aravaga sol. Bu sigirlaringiz to'yaydimi? Qachon tugaydi bu ishlar? Voy, ay tura qol, ey qiz, tur. Meni ham qornim och, ularni qorni och bo'lsa. Siz oldin ana qoraboshi qornini to'yg'izing, keyin sizni qorningizni to'yg'izaman. Tura qol, bo'l. Uf, xo'p. Kalta yeysan hozir. Bo'la qol. Turdingmi? Ey qiz, ko'zing ish qarama, sovuq suvda betingni yuvgin, uyg'onasan. Tura qol. Bo'l tez. Kuchuklarga havasim kelardi, parrandalarga havasim kelardi. Ular uxlardi. Biz o'sha paytda turib, onam bilan g'ung qilib urishib borardik paxta yerga. O't chopardik, paxta terardik, yana kamiga arava o't tashirdik. Onam qo'ymasdi-da. Avval sigirlar qornini to'yg'izardik, keyin onam bizlar qornimizni to'yg'izardi. O'sha dalada ishlar tindirib, keyin uyga kirardik. Hali 2 piyola ham choy ichmasdik, yuvinib shartta maktabga ketardik. Yana maktabdan kelib yana shu uy ro'zg'or ishlari, o'tin ter, tappi qil, molga qara, ketdik yerga degan narsalar bo'lardi. Dars qildingmi? Unaqa narsa bo'lmasdi. Hech kim boshimizda turib dars qil demasdi-da. Uxlab qolardik, qattiq uxlab qolardik. Men bolaligimda Amitabh Bachchanni sevganman. Juda qattiq yaxshi ko'rganman. Qani endi Hindistonga borib olsam, sizni topib gaplashardim. Bir ham ajoyibsizki. Qo'zilar, ot, mollardan charchab ketdim. Kelib meni olib ketsangizchi. Bu og'ir ishlardan charchab ketdim. Men ham Hindiston go'zaliga aylanardim. Huvaydo, tursinchi, yana xayol surib o'tiribsanmi? Ha, o'tlarni ortmaysanmi aravaga? Quyosh tik keldi-ku. Uf. Hozir opa. Jonga tegdi hammasi. Ishla Huvaydo. Kun kelib, bu kunlarni ham sog'inasan. Ishla. Uf, jonga tegdi. Karim, qara, ana seni sevgiling kelyapti. Ro'mollarini yarashgan, qara. Qo'ysang-chi, kelib, shuni sevamanmi? Usti boshi changligidan yuzi ham ko'rinmay qolibdi. Voydo, Amitabh Bachchan kelmayaptimi? Hoy, keli, hozir shu olsam kallingni yoraman. Mana
mana. Qo'rqib ketdik. Hali shunday kunlar keladi, men bilan gaplashishga zo'r bo'lasan. Amitax bachchangga kelsang, uni otlarni tillaringga mo'malaring. Jahling chiqdimi, a? Xafa bo'lma, hazillashdik. Tag'in yana arazlab, adamga aytib bermagin. Tog'amga qachon aytganimni ko'rgansan? Chaqmachaqar emasman. O'zimga javob bera olaman. Agar yana bir marta masxara qilsalaring, Otma. Yaxmola hozir ko'rsatib qo'yaman. Qachon qarama meni masxara qilgan. Bitta mushtumga arzimaysanlar. Qo'rqoq yaramasizlar. Qarindoshim bo'lmaganlaringda o'zim bilardim. Tog'amni o'ylab indamayman-da. Ahmola. Qo'rqib ketdik. Unyu. O'zi kelsan, qara, urib tashlayman deydi. Shanba kunlari tungi yog'du degan ko'rsatuv bo'lardi. Meni hech kim qimirlata olmasdi va uxlata olmasdi. Soat 12 da boshlanardi. Tungi yog'du degan ko'rsatuv. O'shanda Amitax bachchani kinolarini berardi. Huvaydo. Qizi tushmagura. Shu hindistonliklar bo'ldi, sen bo'lding-a. Huvaydo. Qizim. Yana uxlab qolgan bu. Voy. Huvaydo. Qizim. Hademay tong otadi, joyingga kirib yotsang-chi, qizim. Qizim. Huvaydo. Tur qizim. Tura qolgin. Charchabsan, joyingga kirib yotgan bola. Oyi, nimaga zil-zil o'chirdingiz? Men har tungi yog'in ko'ryapman. Tungi yog'ding tugaganiga qancha bo'ldi soatga qaragin? Tun yarmidan oshdi-ku bola. Yo'q, hali tugagani yo'q. Tugadi, o'zim qarasam hech narsa yo'q ekan, pirpirab yotibdi televizor. Tur, joyingga kirib yot, bolam, ertaga tura olmaysan. Hademay tong ota. Yoqadi-de. Voy, bolam, yoqsa keyin ko'raverasan. Hozir kirib uxlash kerak, bolam. Tur, joyingga borib qo'y. Yuraq. Boshlanishiga onam 4 ta qiz tug'ib bergan dadamga. Onam rahmatli qizni o'zini cho'ntagidan olganda otamdan hijolat bo'lib yashagan. Kech qolib qoldi dadasi. Ertaga davom ettirarsiz. Bo'ldi, charchagandirsiz. Charchamasam shu ish qilishim kerak-ku. Men ham bitta o'g'il ko'rishga haqqim bormi? 4 ta qiz, 4 ta qiz. O'g'lim bo'lganda shu ishlarni qilardi. Voy, bilasanmi? Mana shu og'aynilarimning o'g'il to'yiga borsam, ichim yonadi, ichim. Siqilmang dadasi. Shu qizlarni bergan Xudoyim o'g'ilni ham berar. Ozgina sabr qilaylik, balkim bunisi o'g'il bo'lar. O'ylamang. Kiring uyga kirib birpas dam oling. Men dam olsam, buni qiladigan birortasi bormi? Hali o'zim qilishim kerak. Kim qiladi? Xo'sh. Shuni aytayapman-ku, bir o'g'il bo'lganda qilardi shuni. Sen ham. Dada, Ha, qizim. mana men qilaman. Ha, Mana men sizga o'g'il bo'laman. voy. Barakalla. Ha, polvon qizim. Shervat qizim, polvon qizim. Qattiqroq. Ha, qattiq ur. Ha. Ana.
Polvonim. O'g'il bolaga o'xshashni juda yaxshi ko'rardim-da. Shu ko'chani, mahallamizni o'g'il bolalari bilan qo'shilib biz buzg'unchilik qilardik. Tomma-tom yurib, kimlardir shipirini sindirardik, derazalariga tosh otardik. Keyin katta ariqlarda cho'milardik. O'g'il bolalardan qolishmasdim-da, o'sha tepalikdan sakrasam, men ham sakrab qo'rqmaganmiz. Qo'rquv degan narsa bo'lmaganda, bolaligimda ko'proq o'g'il bolalar bilan birga o'ynaganman. Sen qaydan paydo bo'lib qolding? Sen g'irromchisan. Sen g'irromchisan. Sen o'ynashni bilmaysan-ku, senga kim qo'yibdi o'ynashga? Sen yutqizding. Men yutqizmadim, o'zing g'irrom o'ynading. G'irromchisan, g'irromchi. Ay Mana bo'lsin. senga. Ajab bo'pti. Bu ham kam senga. Yana g'irromchi desang, adabingni beraman. G'irromchisan, g'irromchi dedim. Hozir yana otaman. Endi mendan ko'rasan. Tog'am o'g'li bo'lsa o'zingga. Bir-birimizga pichoq otib o'ynardik. Juda bir opasniy odam bo'lganmiz. Mana shu izlari bor, pichoqlar izlari bor qo'llarimda, oyoqlarda. Yomon tinmasak men bo'lganman-da. Onam ko'p kaltakni men yeganman. Onam urardilar meni. Keyinchalik nima deydi, oynalarga qarab o'zimni hind aktrisalariga o'xshatardim. Sochlar yoyib olib, mana bu yerlarga hindcha xorlar qo'yib olib, oynalarga qarab, ana Amitabh Bachchanlarga qarab, xuddi bir-birimiz bilan o'ynayotgandek his qilib, shu narsa orqalimi men san'atni yaxshi ko'rib qoldim. Men sizni o'ynagan rollaringizni juda ham yaxshi ko'raman. Albatta bir kun sizni topish uchun Hindistonga boraman. Amitabh Bachchan o'ynagan rollaringizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni boshqalardan qizg'anaman. Men ham katta bo'lsam Hindistonga boraman. Ey qiz. Yana oynani oldida turib likillayapsanmi? Qachon qarama shu rasmlar bilan gaplashasan, a? O'zi yosh qizcha bo'lsang. Ana televizor qarshisidan-ku tun yarmigacha ham ketmaysan. U hindcha kino bo'lib qolsa, shularni ichiga kirib ketib, o'shalar bilan hayot kechirasizlar. Meni bo'ylayapsizmi, oyi? Oy, bilasizmi, men asli Hindistonda tug'ilishim kerak edi. Yo'q. Siz har doim buyurayotgan ishlaringiz hech qaysi biri bo'lmas edi. Men baribir bir kun kelib Amitabh Bachchanning yoniga ketaman. Sen qizni nima qilsa bo'ladi? Bir qarasa o'g'il bolaga o'xshab shataloq otib ko'cha changitasan. Bir qarasa oynani oldida turib olib romantikani berib qo'shiq aytib raqsga ham tushasan. Nima qilsa bo'ladi sen ayt. Senga Hindistonda nima bor? Hindistonliklar senga ko'zi uchib turibdimi? Ayt, qizim. İşimiz boshimizdan oshib, toshib yotibdi. Dalaga chiqish kerak. Hammasi jonimga tegdi. Qachon qaraman, ish. Bir kun shu yerdan qochib ketaman. Amitabh Bachchanning yoniga ketaman. Gapni kam aytir qizim. Tashqariga chiq. Ketmonlar charxlash kerak. Dalaga ketish kerak qizim. Buloq. Baribir Hindistonga ketaman. Ketaman dedimmi, ketaman. Onam bilan urush qilib, men bu sharoitda yashamayman. Men ketdim Hindistonga. Amitabh Bachchanning oldiga boraman. Qanday borasan? Qo'lingda pul yo'q. Mana 3000 so'm pulim bor, ketaman deb paketga narsalarni yig'ishtirib chiqib ketganman Astanovkaga qarab. Ketaman dedimmi, ketaman. Albatta topaman, Hindistonga boraman. Qayerda qoldi bu qizi? Ketaman. Hindistonga boraman. Voydo! Voy! Bu qiz, bu yoqqa kel. Qayerga ketyapsan? Sen qizni qidirmagan joyimiz qolmadi. Bu yoqqa kel. Oyim, hammasini aytib berganga Nima? o'xshaydilar. Charmisan nima balo? Eshitmayapsanmi? Bu yoqqa kel. Boshimda yong'oq chaqiladi. Voy! Bu
Men senga uydan qochishni ko'rsatib qo'yaman. Uydan qochishni ko'rsatib qo'yaman. Hali uyingdan qochmoqchi bo'ldingmi? Tog'a, men Hindistonga borishim kerak. Bitta pochani ko'rishim kerak. Men uni yaxshi ko'raman. O'chira o'zingni qishloqdagilar eshitsa nima deydi? Yaxshi ko'ramanmi, shu yosh qiz. Tog'a, Amitabh Bachchan kutib turibdi seni Hindistonda, choy damlab. iltimos, men borishim kerak, ko'rishim kerak. O'zim olib borib qo'yaman seni Hindistonga. O'zim olib borib qo'yaman. Tog'a, joninsan-ku. Vet, oldimga tush. Oldimga tush. Yomonlikqa urmay faqat. Ota-onang qanaqa xavotir olganini bilasanmi? Qidirmagan joyimiz qolmadi seni. Bir urib Yo'q, tog'a, joy iltimos. onam hazillashib qo'shni mana bu yigitga beraman yo mana bu yigitga beraman desa, men chinakamiga ishonib onam bilan urush qilib, "Yo'q, men unga tegmayman, men faqat Amitabh Bachchanga tegaman" deganman. Ular meni ustimdan kulgan ekanda o'sha paytlarda. Meni Amitabh Bachchan kuyovim deb mahalladagi ayollarga ham aytardi-da. Bersam Hindistonga erga beraman buni deb gapirardilar. Eng bitta narsaga bir tomondan jahlim ham chiqardi, yomon ham ko'rardim. O'sha mahallani yigitlari bir-biriga meni to'g'irlardi-da. Qara seni xotining kelyapti, qara seni xotining kelyapti deb. Endi u paytda o'zimga unaqa ahamiyat bermaganman-da. Men endi 8-9-sinf qizlari hozir o'ziga oro bergan. Endi o'sha paytda ham bor edi qizlarim o'ziga oro bergan, sochlarini ikki o'rgan, qoshlariga o'sma tortgan qizlar o'sha paytda ham bo'lardi. Men u narsaga meni yo aqlim yetmagan yo menga yoqmaganmi, ahamiyat bermaganman-da. Yuraverardim qo'pol bo'lib. Endi mahalladagi eng xunuk qizni bir-biriga to'g'irlaganday bo'lganda, ana seni xotining kelyapti, ana seni xotining kelyapti deb men ustimdan ko'p kulardi. Ustopochi! Ustopochi! Keling, tog'a. Ya, Xormajiyan. Salomat bo'ling. Pochcham uydamilar? Ha, uydalar. Devaloqlayapsanmi? Ya, Xormajiyan. Ha, tog'a, salomat bo'ling. Devaloqlayapsanmi? Ha. Ya, qoyil. Uncha-muncha o'g'il bola oldingda besh olmaydi. Ha. O'zichi pochcham o'g'lim yo'q deb siqilmasalar ham bo'ladi. Ha, men qilmasam kim qiladi? Ha, yasha, baraka top qizim. Pochcham nima qilyaptilar? Ha, uydalar. Qo'shni magnitofon olib chiqqan edi. Ha. O'shani o'xshatish bilan bandlar. Ha, bo'lmasa men oldilariga kiray. Sen charchama. Xo'p? Xo'p. Mayli. Ha. Ustopochi! Dadam telemaster bo'lganlar. Uyga ko'pchilik so'rab kelardi, "Xolodilnigim buzildi, to'g'rilab bering. Televizorim ko'rsatmayapti, antennam uzilib ketdi, dazmol, utuk, xullas kalom shunaqa narsalar tuzatishga ko'pchilik kelardi." Dadam, "Oh!" deb yugurib chiqib kelardilar-da. Dadamni bir yilimga tushirsamchi. Qani Xuvoydo, bir sanatingni ishga solchi. Ustopochi! O, ustopochi! Ha! Ustopochi! Hozir! Hozir! Ustopochi! Hozir mana chiqyapman. Kim u? Dadam men. Voy, yaramasi. Qanaq chaqirdi? Qani? Ustopochi! O'xshashini qara, o'xshashini. Pochcha, Tog'asi, nimaga? tog'asi, anaqa. Ya, bitta o'xshat. Ustopochi! Ana. Shokir aka deb o'ylabman. O'z o'xshaydi, qara, o'xshashi. Zo'r. Ya, sanatingga qoyil. Barakalla, bo'p qoldingmi? Ha, bo'p qoldim, dada. Ha, barakalla. Dada, Charchama, ha? dazmolim buzilib qolgandi. Shuni tuzatib berasizmi degandim. Shokir. Endi menga qarang. Bo'lmasamchi? Yon atrofimdagi sinfdoshlarim, o'rtoqlarim sanda shu anaqa aktrisalik qobiliyati bor, talenting bor deyavergandan keyin aktrisa bo'lgim kelib qoldi. Chindan sinfdoshlarim aytgandek, mendan aktrisa chiqarmikan? Inshoda ham shu haqda yozgandim. Nima deb o'ylaysiz? Ustoz ham sening qobiliyating bor ham dedimi? Chindan men ham Hind yulduzlari kabi kinolarda rol o'ynashni xohlayman. Orzularim ushalsa, katta aktrisa bo'lardim. Maktabni tugatsam, albatta institutga topshiraman. Artist bo'laman. Bor kuchim bilan harakat qilaman. Voydo. Hali seni yorug' kunlar kutyapti.
mehnat bilan hammasiga erishasan. Sizlarga ashula aytib beraymi? Qazim. Nereyindagi sendagi iya chiriya Hey, Oyi, aqling yeganmisan sen qiz? Sen meni qachongacha kuydirmoqchisan? Ha? Artist bo'larmish. Ey, qishloqda bosh ko'tara olmay qolamiz biz. Falonchini qizi falonchi artist bo'pti deyishadi. Sen erga tegishni o'ylayapsanmi? Ha? Bu turishda seni kim oladi? Navoiyni chekka qishlog'idan borib Toshkentga, ha? O'qish osonmi? Qiz bola bo'lsang. Yig'ishtir. oyi, men aktrisa bo'laman. Ko'rasiz, qishloqda hamma meni mashhurligimdan sizga havas qilishadi. Siz menga ishonsangiz bo'ldi. Bas qil. Oldin yosh bola deb indamasdim. Katta qiz bo'la turib, har ham shu gapni takrorlaysan. Artist bo'lsang seni er olmaydi degandilarda. Voy u deyman, ko'zimizni ochirtirmasdi-da bolaligimizda. O'sha bolaligimizdan bolalikdan o'tmagan. Hey, to'g'ri yur. Ko'chaga hadeb sakrab chiqaverma, ersiz qolib ketasan. Boshalang yurma, ersiz qolib ketasan. Tug'ilgan kunlarga jo'natmasdi. Voy, kechalari yurgan qizni er olmaydi. Endi katta bo'lgandan keyin artist bo'laman deganimdan keyin onam, ersiz qolib ketasan" deyaversa, bu er namuncha er shunaqa zo'r narsamikan? Bu dunyoga faqat biz er uchun kelgan ekanmizmi degan fikrlar uyg'onganda, "Yo, qo'rqmang ona, erli ham bo'laman, zo'r artist ham bo'laman" deganman. Voydo qizim. Yig'lama, nima yig'layapsan qizim? Dada, artist bo'laman desam, oyim yo'q dedilar. Artist bo'lmoqchimisan? Ha, Demak, institutga imtihon topshirmoqchisan, shundaymi? Unda bundoq qilamiz. O'sha imtihonga tayyorgarlik ko'rgansan. Qani menga bir she'r aytib ber. Agar she'ring menga ta'sir qilsa, mayli, men senga rozilik beraman. Agar qo'lingdan kelmasa, xafa bo'lmaysan qizim. Tushundingmi? Xo'p. Qani boshla. Abdulg'oripovning she'rini o'qib beraman. Bo'pti. Necha kunki yo'q oromim, kelolmayman hushimga. Onajonim kechalari kirib chiqar tushimga. Qo'llarida oq yelpig'ich oy nurida yaltirar. Onajonim imlab meni qoshlariga chaqirar. Keltirarlar goho beshik ko'zlarida hayajon. Yotar payting bo'ldi-ku der, bo'ldi kela qol bolajon. Qaylargadir yuguraman, fig'onimdan chiqar dud. Yig'lama der, qo'llarimga tutqazarlar so'ng tobut. Bo'ldi bas. Barakalloh qizim. Bo'pti. Tayyorgarligini ko'r. Ertaga ertalab imtihon topshirgani borasan. Men senga ishonaman. Faqat yuzimni yerga qaratma, tushundingmi? A'lo bahoga topshirasan imtihon. Tushundingmi? Bo'pti, bo'ldi, yig'lama. Ho'ng yig'laganman-da, shilta suv bo'lib, o'ksinib yig'laganman, dadam yig'lasin deb. Bo'ldi, borasan, bo'ldi degan. Dadam mehribon edi, rahmdil edi. Hech qaysimiz ko'nglimizni ortishni xohlamasdi. Onasi, Labey. menga qara. Ha? Chaqirdingizmi? Ha? Qo'ydoni kiyimlarini tayyorla. Ertaga ertalab imtihon topshirgani bo'ladi. Nima deyapsiz? Men rozilik berdim. Siz ruxsat berdingizmi? Voy dadasi, nima qilganingiz bu? Qishloqdagilar nima deyishadi? Qarindosh urug'lar oldida nima degan odam bo'lamiz? Buni qizi shaharga artist bo'lgani ketgan deysan, nima deysiz? Hali ham kech emas. Fikrimdan qaytdim deng. Uni ketishiga ruxsat bermang. Bas qil. Birov bilan nima ishing bor? Qizim, Xudo xolasa yuzimizni yerga qaratmaydi. Qaratmaysan-a? Yo'q dada. Ana. Men senga ishonaman qizim.
sen imtihoningni yaxshilab a'lo baholarga topshir. Ona endi xavotir olma. Tushundingmi? Dadasi axir kech emas, hali ham kech emas. Bu fikringizdan qayting dadasi, jon dadasi. Bas qil. Bor, ishingni qil. Qizim yuzimni yerga qaratmaydi. Xudo xolasa xalq artisti bo'ladi. Men bunga ishonaman. Imtihonlarni a'lo bahoga topshirgan. Tushunarli? Xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Endi yig'lamasdan tayyorgarligingni ko'r. Bor, sen ham harakatingni qil. Siz bir narsani o'ylamayapsiz dadasi? Nimani? Siz qizingizni taqdirini o'ylamayapsiz dadasi? Ha buni kim oladi keyin? Ha? Odamlar qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi-ku, artist deydi buni. Bas qil. Xudo xolasa baxtli bo'ladi qizim. Bor, mollaringga qaragin sen. Mayli. Lekin qolgan ishlarga men javob bermayman keyin. Tushundingizmi? Qara o'zingga. Sen onangga parvo qilma. Faqat qara, men senga ishondim. Yuzimni yerga qaratma. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Tayyorgarligingni ko'r, ertaga ertalab o'zim men seni kuzatib qo'yaman. Xo'p bo'ladi dada. Bo'pti, endi yig'lama. Rahmat dada. Hali bu gapni hali hech kimga aytmaganman. Endi hozir aytsam qarindoshlarim mendan yuz o'girsa kerak. Men bilmaganman. Meni deb dadam kaltak yegan ekanlar. Nimaga sen qizingni artist qilasan deb. Dadam mana shu yerda tishlari to'kilganda shu kaltak ta'siridan to'kilgan ekan. Keyin bilganman o'sha ketmon dasta bilan dadamni o'sha urgan. Onasi! Onasi! Ha? Ha? Tinchlikmi? Suyunchi ber, onasi, suyunchi ber. Nima bo'ldi? Nimadir bo'ldimi? Qani bitta raqsga tushib ber oldi. Nimaga? Boshla. Ha. Voy nimaga? Qizimiz o'qishga kirdi. Grant asosida o'qish. Qani bitta. Rostdan? Ha. Rostdan kirdimi? Ha, kirdi. Rostdan grantga Aytdim, grant dedim. Aytgandim-ku, Qizim qobiliyati. talantli. Qobiliyati bor deb men aytganman uni. Men aytdim birinchi. Aytganman. Senku archivamasin. Ana kiritdi-ku. qizim Omadini bersin, Xudoga shukr. Mashlarim og'riydi. Hali ham ketmadimi og'rig'i, a? Qizing eshitmasin. Tushundingmi? Eshitmasin. Yaxshi bo'pti. O'qishga kirgani yaxshi bo'pti dadasi. Ovqat pishirib qo'yganman. Qo'llaringizni yuvib chiqing. Ovqatlanamiz dadasi. Xursand qildingiz meni. Meni mahallada mana shunaqa yuraman. Qizim, televizorga chiqadi-ku. Hammasi havas keladi. Xudo xohlasa. Mana shunaqa yuraman. Xudo xohlasa dadasi. Xalq artisti bo'ladi qizim. Bo'ladi. Bo'ladi. Qorinligim ochibdi. Nima ovqat? Hozir sizlarni ovqat qo'lingizda. Nima ovqat? Siz yaxshi ko'rgan ovqat. Olib kirganda ko'rasiz. Mastava emasmi shu? Nima bor? Ha? Yo'q, mastava emas. Ana qolib keldi. Xo'p. Siz qo'llaringizni Bo'l, tez. Ha, nimasini aytasiz, opa? Bu safar eson-omon kuzatib olsam bo'ldi. Qizimiz imtihonga ketgan kuni hali ham yodimda. O'shanda kuyovingiz rosa azob yegandi. Yo, ayamasdan shunaqa ham uradimi? O'zim ham vijdonim qiynalib ketdi. Aytganimga pushaymon yegandim. Opa, Huvaydon kelib ketayotganini siz ham aka-ukalarimga aytib qo'ymang, xo'pmi? Dadasini kalta yeganini eshitsa, Huvaydo xafa bo'ladi. Birontasi ko'rishganda aytib qo'ysa bormi? Ha, narsalarni yig'ishtiryapti. Hozir ketadi o'qishga. Oyi, Mayli opa, men sizga yana qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Xo'p.
dadam meni deb kaltak yedilarmi? Meni debmi? Bechora dadam, indamaganlarni qarang. Nega menga aytmadingiz, ona? Bu hayot meniki, ularniki emas. Men ularni kechirmayman. Hali shunday kunlar keladi, dadamni urganligi uchun afsuslanadi. Qizishmagan qizim, bo'larish bo'ldi, o'tib ketdi hammasi. O'sha paytda hammamizni shoshirib qo'ygandingda. Lekin oyi, u dadamni urish uchun sabab bo'lmaydi. Mayli, men shunchaki jilmayib yo'limda davom etaman. Kun kelib, o'zlari afsus chekmaganliklariga qo'ymayman. Voy, hali tong otmadi-yu qizim. Namuncha shoshasan? Bugun imtixonim, bilasiz, yo'l uzoq. Mayli. Qara, non soldim. Issiq kiyimlaring soldim. Kerak narsalarning hammasini solib qo'yganman bolam. Ovqatingga e'tibor bergin. Katta-katta ovqat yegin, xo'pmi? Och yurmagin. O'zingga ehtiyot qil. Saharda turib non yopdingizmi, ona? Yopdim bolam. Sotib ham olaverardim. Yo'q, bolam. Mehr bilan tayyorlangani boshqacha. Rahmat, ona. O'zingni mehribon onam. O'zingga ehtiyot qilgin, xo'pmi? Xo'p. Sen otangni yuzisan, qizim. Men ham senga ishonaman. Qarshilik qilgan bo'lsam, seni kelajaging o'ylab qarshilik qilaman. Meni qizim taniqli, el ardog'idagi san'atkor bo'lsin deyman. Oyijon, qishloqdagilarning gapiga e'tibor bermang. Meni kinoga taklif qilishdi. Serialga ham xudo xohlasa tushaman. Yo'q-e. Siz faqat men haqimda g'iybat gapirishlarga umuman ahamiyat bermang. Xo'p, qizim, omadingni bersin. Mayli. Qizim, mayli. Ilohomin. Alloh panohida asrasin, safaring bexatar bo'lsin. Hamisha seni qo'llab-quvvatlasin, Robbim. Xo'pmi? Eson-omon borgin. Manzilingga eson-omon yetib borgin. Kelib turgin, xo'pmi? Bizni unutma. Xo'p? Xo'p. Omading bersin. Alloh. O'zingga ehtiyot qil. Hozir faxrlanadi hammasi. Hammasi faxrlanadi. Men ham endi onaman hozir. Farzandim agar aktrisa bo'laman desa bir cho'chib tushaman baribir. Endi o'sha paytda o'ylaganda qarindoshlarimiz bu yomon yo'lga kirib ketadi, begona joy, qiz bola unaqa qilma deb nima qilgan bo'lishi mumkin-da. Mendan xavotir olgan bo'lishi mumkin. Allohga beadad shukr. Yomon yo'lga kirmadik, sabr qildik, mehnat qildik. Mana onamning birinchi orzusi shu farzandlarni erli qilish edi. Mana erimiz ham bor, oilamiz bor. Allohga shukr, farzandimiz. Mana Xudoga shukr kam bo'lmadik. Elda nazaridamiz. Elda xalqimizni hurmatini qozondik. Ko'nglidan joy olganmiz deb maqtanib ayta olaman desam. O'sha bolalikda o'sha qo'pol bo'lganim uchun o'g'il bolaga o'xshab men tortinmasdim, hech qaysi davrlarda tortinmasdim. Shu tufaylimi yillar o'tib o'sha teatralniga o'qishga kirganimda ham o'qituvchilar oldida tortinish bo'lmagan, qanaqa rol bersa ijro qilib ketaverganman. Shu tomonlamami hozir menda nima deydi, o'sha sho'x shodonlik aks etadi rollarimda ham, o'zim hayotimda ham. Menimcha shu narsa yordam bergan deyman. Bolaligimdagi sho'xliklarim yordam bergan. O'sha dadamni Shermatim deb erkalashlari orqali. O'zi farzand ko'p bo'lsa, ota-ona eng kattalariga ko'proq e'tibor beradi, kichkinalariga uncha e'tibor bermaydi. Ish ko'payib ketadimi, bilmayman, nima ishonib qoladimi. Bizga uncha ko'p e'tibor bermas. Biz eng buzg'unchi edik oilada. Nimadir sinsa o'sha apalarim javob berardi. Biz qutulib qolaverardik. Shu sal bezbetligim ham o'shandanmi deyman. Olinglar, olinglar. Opa, o'zi Huvaydo kelayotgan ekanmi? Voy, kelyapti. Hozir kelib qolsa kerak. Qo'ng'iroqlashdim. Yo'ldaman, oy dedi. Ha, yo'ldaman dedimi? Ha. Kelyapti bolam. Agar mana shu domladan qutulib olsam boru, boshimdagi Voy, bolam. Voy, qizim chiqdi. Ana. Ay! gapirmay, shunaqa oyijonginam. Qaniydi hozir? Ko'rdingmi, tog'asi?
Ha. Voy bolama, voy ko'z tegmasin bolamga ya. Kecha ham bitta kinosini qo'ygandi. Ko'rdingmi? Ha, ko'rib shunaqa faxrlandim. Men ham faxrlandim bolam. O'zichi bu yoshligidan bo'ladigan bola edi. Ha. Talanti esizdami opa? Pochcha esizdami? Haligi ovozlarni o'xshatib bir nima qilardi-yu. Ha, yoshligidan bilganim uchun shunga rozilik berdim-da. To'ppa-to'g'ri qilgansiz. Senlarga ham men qarshi chiqqan o'shanda. Qachon? Qachonmish? Bo'ldi, Endi o'tgan ish. Ayting opa. o'tib ketdi. Eslamang bu kunlarni endi. O'tgan ish o'tdi pochcha. Lekin qarang qizingiz mashhurligini hozir butun qishloq qizingiz gapiradi. O'stayman. Ha. Mana shu ko'chada yurib qolaman billa. Hamma unga qarayotganini ko'rib, qanaqadir g'urur paydo bo'ladi. O'tgan safar kelganda esizdami, opa? Uyi odam bosib ketgani? To'lib ketdi-ya. Rasmga tushaylik, qo'l qo'yib bering. Mashg'ul bo'lib ketdi bolam. Ha. Endi kelsa men ham rasmga tushib olaman shekilli. Tush, ko'p kerak qilib tush. Hali bundan ham mashg'ul bo'lib ketadi bu. Xudo xohlasa. Lekin rosa sog'indim-da jiyanimni, rosa sog'indim. U ham tog'asini sog'ingan. Sog'inganmikin? Yangalarini ham, opalarini, ukalarini hammani sog'inadi. U butun qishlog'i sog'inib ketadi-yu. Kuyovim bechara ham uni boricha yaxshi ko'radi-da. Bolalari bir ham sho'x bo'lgan, xuddi o'zida. Ana! Shermatim keldi. Quvaydoyim keldi. Bolalik eng go'zal davr, bolalik. Qani deymiz hozir bolalikka qaytsam, onam bilan urushmasdim. Ketmon ko'tarib qachongacha dalaga boraman deb. O'sha davrga jon deb qaytardim. Sahar onam bilan uyg'onib, eshak aravada o'tirib, paxta yeriga borishimni juda sog'inaman. Tandirlarda issiqqina nonlar yopib, ariqqa shunday botirib yeyish davrlarimni sog'inaman. Onam ishdan kelsa, ostanovka ko'rinib turardi, ancha uzoqdan. Ana shu yerda ana onam kelyapti deb yosh bolalarcha xursand bo'lardik. Onam har doim kelishida nimadir ko'tarib kelardi. Dadamdan qo'rqardik. O'sha davrlarga jon deb qaytardim. Shundoq ekan azizlar, hamma narsani qadriga yetish kerak. Mana hozir 40 ga kirdikmi, yana 20 yildan keyin mana shu davrni sog'inamiz. O'sha uchun hamma davrda qadriga yetish kerak.